Assalomu alaykum, xush kelibsizlar bizning muzeyimizga. Sizlar ko'chadan kelayotgan joyinglar Shahidlar maydoni deyiladi. Shahidlar maydoni deyilishiga sabab shu yerda 1937-38-yilda 6920 ta odam beayb otib tashlangan. O'sha paytda 1937-38-yilda 3 ta katta qatlgoh bo'lgan. Qatlgoh degani odam o'ldiradigan joy. Birinchi qatlgohimiz mana shu hudud, Alvasti ko'prik deyilgan. Shu hudud o'sha payt mana shu hudud, o'sha paytda 3 ta katta qatlgoh bo'lgan. Mana birinchisi mana shu hudud mana shu muzeyda yurgan. Ikkinchisi mana telebashdan oldi. Uchinchisi Sant-Aleyskiy bozor bor. O'sha paytda qatlgohlar juda ham ko'p bo'lgan. Men sizlarga asosiy 3 tasini aytibman. O'sha paytda Abdulla Qodirov Iftira cho'lponlar aynan shu joyda otilgan. Shuning uchun birinchi prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shu muzey ochildi. Bu muzeyimizda Qatag'on qurbonlari muzeyi deyilgan. Bu muzeyimizda 3 ta zal, 10 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'limimizda Chor Rossiyani bizga bosib kelish davri, Sarskaya Rossiya deyilgan. 1717-yildan 1876-yilgacha o'z hududida shu davrda olingan. Ikkinchi bo'limimizda mardikorlar. 1916 Nikolay II farmoni bilan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan erkaklarni mardikorchilikka olib ketadi. O'sha paytda endi jadid degan atamalar paydo bo'ladi. Yengil o'quvchi. Yashang. Mana o'sha jadidlarimiz ana mana bo'lim. Jadidlarimizga kimlar kiradi? Jadid degan so'z o'zi yangilik. Yangi, ziyo deyiladi. Ziyo degani arabcha so'zdan olingan bo'lib, nur degan ma'noni bildiradi. Mahmudxo'ja Behbudiy mana. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Talabalar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori, Abdulla Avloniy, Isaxon Ibrat, Tavallo, Said Nosim Mirjalilov, Fayzulla Xo'jayev, Muso Saidjonov. Bular jadidlar hisoblangan. Bular yangilik olib kirishgan. Yangilik olib kirmasa bo'lmaydi. Qanaqa yangiliklar olib kirishyapti? Maktablar, ta'lim, mana bularni 4 ta bosqichi bor. O'zingizlar o'qib tushunib olasizlar. Bular ham diniy, ham dunyoviy ilmga ega bo'lishgan. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy 1906-yilda yangi maktab ochgan. Yangi usul maktabi deyilgan. Mana Partalar Shakuriy bilan ochgan. Mana Abduqodir Shakuriy ochgan maktab 1910-yilda 2 ta bosqichga bo'lingan. Mana bu. Birinchi bosqich ibtidoiy deb ataladi. Unda tahsil muddati 4 yil bo'lib, bu bosqichni tugatgan talaba eski maktabga 10 yil nisbatan 2 barobar tezroq savod chiqargan. Ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi bosqich mutavassita. Ko'ryapsizlar. Unda arab, fors, rus va turk tillarini erkin gaplasha olganlar. Masalan, Isaxon Ibrat 7 ta tilni mukammal bilib, 27 ta davlatda bo'lganlar. Said Nosim Mirjalilov, Fayzulla Xo'jayev Munavvar qorilar 1922-yilda o'zbek talaba, 70 ta o'zbek talabani Germaniyaga o'qishga yuborishgan. Mablag' bilan ta'minlab turishgan, qorako'llar bilan ta'minlab turishgan. Masalan, Fayzulla Xo'jayev qorako'l berganlar, o'sha yerda talabalar o'sha yerda o'qib, qorako'lni sotib o'qishgan, yeb ichishgan, kiyim-kechak sotib olishgan. O'sha paytda qorako'l bu endi mablag' hisobida. Mablag' hisobida. Mablag'. Keyin Chor Rossiyasi tugadi. Chor Rossiyasi tugaganidan keyin endi biz juda ham xursand bo'lib ketdik. Endi mustaqil bo'ldik deb. 1917-yilda bilasizlar, revolyutsiya bo'lgan. Endi biz juda xursand bo'lib ketdik, lekin bu xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. 1918-yil 19-fevralda Qo'qon shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Turkiston muxtoriyati bolsheviklar hukumati va Qizil qo'shinning qonli hujumlari natijasida tugatildi. Qo'qonda va uning aholisi qirg'in qilindi. Faqat Qo'qonning o'zida 3 kun davomida tinch aholiga mansub 10 ming kishi o'ldirildi. Salla topilgan. Mana shu 10 mingtadan ortiq salla topilgan. Mana o'liklar shahri. Ko'ryapsizlarmi? Endi 10 mingta odam o'ldirilishiga sabab bu endi hammasi mustaqillik. Yo'q, bu mustaqillik uchun kurashishgan. Mustaqillik kurashishgan. Mana bolsheviklar. U biz